Bezeli purkagichimiz nafaqat suyuq aralashmalarni purkash uchun, balki quruq kukun, oltin gurgut va shunga o'xshash dorilashda qo'llaniladigan preparatlarni purkash uchun ham mo'ljallangan. Bezeli purkagichimizni birinchi o't oldirishdan oldin avvalo podsosni tepaga ko'tarib olamiz va benzin kranini ochib olamiz. E'tiborli bo'ling. Aynan mana shu holatda bo'lsa, benzin krani ochiq bo'ladi va gaz tutqichini, ya'ni gaz tezligini o'rtacha tezlikka qo'yib olib, starterni mana bu holatda, ya'ni benzinli purkagichni bosib turib, starterni tortamiz. Eshitgan bo'lsangiz, dvigatel o't olib ketay deb mana shu ovozni chiqardi. Ya'ni salkam o't oldi. Aynan shu holatda podsosni pastga tushirib, ya'ni havoni ochib, yana starterni tortamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, aynan shu holatda siz ham purkagichimizni o't oldirsangiz, to'g'ri o't oldirgan bo'lasiz. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, o'chirayotgan paytida gaz tutqichini 0 ga tushirsak, dvigatel to'xtaydi. Endi sizlarga suyuqlik ko'rinishidagi kimyoviy aralashmani purkab ko'rsatib beramiz. Boshladik. Aytgancha, agar dvigatel hali sovimagan bo'lsa, podsosda ochiq holatda o't oldirib ishlatish mumkin. Agarda dvigatel sovuq holatda bo'lsa, aynan boyagidaqangi havoni yopib, bir marta tortib, o't olishga tayyor bo'lgandan keyin yana havoni ochib, ya'ni podsosni tushirib, starterni mana shu holatda tortamiz. Shuning bilan birga bugungi video obzorimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agarda siz qidirgan mahsulot haqida yetarlicha ma'lumot bera olgan bo'lsak, albatta biz bundan xursand bo'lamiz. Kanalimizga obuna bo'lish, like bosish va o'z izohingizni qoldirish esdan chiqmasin. Barchaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.